ustoz qizim ozgina kechga qolib ketdim. Noshim tashamabdi. Ya, siz komissiya mas'ulisiz. Yo'q, studentman. Prosta 10 marta yiqilib 11-sida kirganman-da. Cho'ta shu yosh bilan ko'rinish to'g'ri kelmayapti-da. Ha, orada 5 yil dekret akademический olganman-da. Ustoz stipendiya keldimi? Yo'q. Ustoz stipendiya keldimi? Yo'q. Bratishka pensiya kelmaymi? G'aniyev doskaga, Burxonov doskaga, Nasriddinov doskaga. Va qizim, mana magnit bo'roniga men kuni bilan davlinam chiqyapti. Iloji bo'lsa shu doskang bilan o'zim kel. Ha, Nasriddinov uyga vazifani qilmabsiz-ku. Voy qizim, kecha shu nevaralar kelgan hammasi tuyalash janjal qilib dash qilamanmi? 2. Ha, ikkinchi bolangmi? Ikki qo'yma qizim, hech bo'lmasa oqimni sochini hurmat qil. Alo, o'g'lim, salom, pul tamom. Mana kontraktga burchat qo'yib bolam. Ha, dada yaqinda jo'natdimi? Ha, uni kursdoshlar bilan nega hayt klubda ishlatib qo'yibmiz. Ha? Klub? Ha, anu kuchxonlar klubiga a'zo bo'lganman. Kallam qotirma tashavar. Zing'illa, davay. Dada bu yoqda kayibda, o'g'il u yoqda mo'yibda. O, yaxshi qiz, ismingiz nima? Toshini ter. Voy, osmondagi oymisiz? Kimsiz? Ha, talabalik oltin davri degan shu ekanda. Jonidan, hozir men ham gap otaman. Ha, yaxshi qiz, kimsiz? Men bu universitetda rektoraman. Nima edi? Onasini desa rektorga gapirib qo'yibsiz-ku. Uzr, ustoz, egasi nima deb so'ramoqchi edim. Men birinchi kurs talabasiman. Birinchi kurs talabalari ichida shunaqa qariyalar ham bormi? Bunaqa qariya talabalar не только birinchi kursda, a любой kursda bor. To'g'rimi, qariya kursdosh?